shinamgina, fayzli, kichkina, ajoyib tayyor uy izlayotgan muxlislarimiz uchun ajoyib mexanik zavodning ichidagi 4 so'tidan iborat bo'lgan tayyor uyimizni obzorini qilib beraman. Qarang. Uyda kirishda mana bu joydan kiriladida, tepalarni ko'ryapsiz, tunika fon qilingan, chiroyli, tayyor, hech narsaga pul ishlatmaysiz. Kirganda to'g'ri, mana kichkinagina, chiroyli bir mehmonxona deymizmi, mana shunaqa joy tayyorlab qo'yilgan. Mana bu yerdan ham kirasiz. To'g'ridan ham kirish mumkin va uyimizni obzorini qilib beramiz. Qarang. Bismillah boshladik. Demak, chiroyli hamma atrofi tunika fon qilingan, traditsion qilingan, chiroyli kafillar bosilingan. Mana buni tagi chiroyli mana parvar qilingan. Juda ham chiroyli. Mana bu joyga kladovka, alohida yana bitta kladovka qilib qo'yilibdi. Ya'ni ketmon u bu narsalarni. Qo'shimchasi quduq ham bor ekan bu yerda. Qudug'i ham bor dedi, ishlaydi dedi. Mana bu joylarimiz огородlarimiz kichkinagina mana bu zelyoniy огород deyishadi. Ya'ni o'zimizni огородimiz chiroyli. Mana bu joyimiz suvimiz bor. Tashqaridagi hojatxona ko'ryapsiz va mana bu joyimizda yozgi oshxona qilingan. Choyxona, marosim qilaman siz bemalol marosimga arziydigan mana bunaqangi qozonlar, chiroyli mana yozgi oshxona qilib qo'yilibdi, suvlar. Mana bu nemetskiy chiroyli bu konturni qilingan ekan. Juda ham gaz zo'r, alohida tortganman deyapti. Demak, hovlimiz juda ham bir fayzli, qarang, ajoyib. Mana bu narsa juda bir chiroyli qilinibdi. Bu yerdan kirganimizda bu joy alohida mehmonxona. Mehmonxona mana. Mehmonlar kelsa, mehmonlarni o'tirsangiz bo'ladi yoki bo'lmasa o'zingiz oilaviy o'tirsangiz bo'ladi. Chiroyli. Aqua Plus oynalarimiz, radiatorlarimiz bor, isitish tizimi juda chiroyli. MDF mana bu eshiklar qilingan. Kelganimizda chap tomonda qarang, mana shinam bir ajoyib hammom hojatxonalar qilinibdi. Juda ham chiroyli holatda. Kompaktni isitish tizimi bu yerda ham bor, chiroyli holatda. Mana bu eshikdan kirishda to'g'ri joyimiz. Kuxnyamiz, kuxnyani mebellar hozir ko'rsatgan narsa hamma qoladi. Demak, gazimiz ideal ekan, ideal holatda turibdi. Bu ichishkalar, mebellar, kuxnylar hammasi qoladi. Faqat mana texnika, xolodilnik chiqib ketadi deyapti. Yana boshqa narsa gaplashib olinadi, lekin 99% narsa qolyapti. Demak, hamma kuxnylarimiz mana bu holatda qolinadi. MDF eshiklarimiz biror joyga bir qayta remont qilish shart emas, juda ham chiroyli qilingan. Radiatorlar mana bu ayvondagi radiatorlarimiz ham chiroyli holatda, uzun, juda chiroyli. Bu mehmon, bu spalniya ekan. Demak, qarang, spalniyamiz ham juda ham bir fayzli. Mana shu xonamiz jidka bo'y bo'libdi. Bitta mana shu xonamiz hozirchalikka jidka bo'y bo'libdi. Kuxnylar, mana bu spalniy mebellar qolar ekan, bular ham yangi hisobda deyapti. Uyda yangi qurganmiz. Bu joyda odam hisobda yashamagan deyilyapti. Mana bu mehmonxona. Bu kelganda mehmonxona, mana bu mebellar qolar ekan, qarang. Abo'y chiroyli, tashqarida ham oyna bor. Tashqarining ham oynasi Aqua Plus chiroyli holatda. Demak, uyimiz fayzli. Xo'p. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz, yana ham to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz azizlar.